Faqat dazmol qilinadigan kiyim kiyadigan akalar qattaysizlar, qaranglar, zo'r narsa topib qo'ydim. Perilla firmasidan postavka. O'zi ham juda nozik did bilan ishlab qo'yilgan ekan. Bu yoqda отдельный dazmol qo'yish uchun joy. Pastda rozetkalarigacha osilib turgan kabel o'shaniki. Qisqacha obzor qilib beraman. Perilla firmasi, Turkiya brend, Rossiyada ishlab chiqarilgan, eniga 33, uzunligi 1.10. 4-5 xil variantlari bor. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Faqat dazmol qilinadigan kiyim kiyadigan akalar qattaysizlar, qaranglar, zo'r narsa topib qo'ydim. Perilla firmasidan postavka. O'zi ham juda nozik did bilan ishlab qo'yilgan ekan. Bu yoqda отдельный dazmol qo'yish uchun joy. Pastda rozetkalarigacha osilib turgan kabel o'shaniki. Qisqacha obzor qilib beraman. Perilla firmasi, Turkiya brend, Rossiyada ishlab chiqarilgan, eniga 33, uzunligi 1.10. 4-5 xil variantlari bor. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar.